Ha, o'rtog'im, nimadan xafasiz? Nimadan diqqat bo'lyapsiz? Kreditingizdanmi? Onangiz borib xabar ololmayap turganingizdanmi? Oshxonalaringiz chiroyli emasligidanmi? Nimadan? Yo birontasi bilan o'zingizni solishtiryapsizmi? Siz o'zingizni birov bilan solishtirmang, siz bittasiz. Qarang, chuchvaralarimiz ham bittasi katta, bittasi kichkina, hammasi bir xilda emas. Chunki hamma odam har xil bir-biriga o'xshamagan. Hammani qobiliyati, hammani hayoti, hammani qismati har xil. Xursand bo'lib, baxtli bo'lib, Robbimga shukr aytib yashasak ham shu kun o'tadi. Muammolarimizga diqqat bo'lib yashasak ham shu kun o'tadi. Allohim bizni har doim nima bersa, nima sinov yoki nima mukofot bersa, ziddi bilan sinaydi. Boy bo'lib kambag'al bo'lib bo'lsak, ziddi bilan sinalyap turgan bo'lamiz. Yana boy bo'lishimizni Allohdan so'rab duo qilsak, niyatlarimiz, amallarimizga bog'liq. Albatta yetishamiz. Sog'lom bo'lib turib nosog'lom bo'lib bo'lsak, albatta Robbimdan sog'ligimizni so'rasak, Robbim undan ziyodasini, baxtli holatlarimizni undan-da chiroyli qilib yetkazadi. Umraga, hajga borishlikda, farzandli bo'lishlikda, qarzdorlikdan, ribodan qutulishni so'rasak, Robbim nimani xayrli qilsa, bizga ziyodasi bilan, manfaatlisi bilan, ofiyatlisi bilan yetkazadi. Shuning uchun o'rtog'im, men ham sizga ofiyatli, xayrli, barakotlisini tilayman. Mana shu taomlarimiz yeganlarimizga, ichganlarimizga, ibodatimizga quvvat bo'lib singsin ilohim. Bitta mana qori ham o'zini ishi bilan band.